رمضان سايبنا ورايح فين؟ يا شهر واحد مش شهرين، يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الصلاة. مصنف رحمه الله نماز بابلار dediler. ثواب المؤذن المبتغي بأذانه وجه الله تعالى. azoni bilan Allohning yuzini umid qiladigan muazzinning ajri. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فصلت 33 آيات. الله سبحانه وتعالى dedi: Allah Taologa chaqirgan va amal solih qilgan va men musulmonlardanman degan odamdan ko'ra chiroyliroq so'zlaguvchi bormi? قالت عائشة رضي الله عنها: أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين. Aisha radhiyallohu anha aytdilar: men bu oyatni muazzinlar haqida nozil bo'ldi deb o'ylayman. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وابن خزيمة إلا أنه قال فيه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة رواية قلنا Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu unga dedi: men sizni qo'ylarni va cho'lni yaxshi ko'rishligingizni ko'rmoqdaman. Agar siz qo'y boqib yurgan bo'lsangiz, cho'lda bo'ladigan bo'lsangiz, namozga azon aytsangiz, azonni balandroq ayting. Muazzinning ovozini eshitgan jin, ins va har bir narsa u uchun qiyomat kunida guvohlik beradi. Abu Sa'id dedi: men buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman. Imom Buxoriy va Ibn Xuzayma rivoyatlari, faqat Ibn Xuzaymaning rivoyatida shunday deyilgan. Abu Sa'id aytdilar: men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday deyotganlarini eshitdim. Muazzinning ovozini daraxt, kesak, tosh, jin va ins eshitsa, albatta u uchun guvohlik beradi. Muazzinning eng birinchi ajrlaridan bittasi, nima narsa jamodotmi, jonivormi, eshitgan quruqmi, ho'lmi narsa eshitadigan bo'lsa uning ovozini, qiyomat kunida shu odam azon aytgan, shu odam Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh, la ilaha illalloh deb shu shahodat kalimalarini aytgan deb guvohlik berishadi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه أبو داود وابن خزيمة والنسائي، وزاد: وله مثل أجر من صلى معه. وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 448. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar:
muazzinni ovozi yetgan yerigacha mag'firat qilinadi va u uchun har bir quruq va ho'l narsa guvohlik beradi. Abu Dovud, Ibn Huzayma va Nasoiy rivoyatlari. Nasoiyning rivoyatida shu ziyoda kelgan ekanki, u uchun u bilan birga namoz o'qiganlarning ajri mislchalik ajr bo'ladi. Alboniy bu hadisni Sunan Abi Dovudning sahihida 484-raqam bilan sahih sanaganlar. Demak, muazzinni ovozi yetgan yerigacha gunohi bo'ladigan bo'lsa, shunchalik masofaga yetadigan uni gunohi bo'ladigan bo'lsa, o'sha gunohlarni kechirilar ekan va quruq va ho'l narsa hammasi unga guvohlik berar ekan. Mana uning savobi, mana azon aytganning ajri. Undan tashqari Imom Nasoiyning rivoyatlarida kelgan ziyoda, u bilan birga o'qigan odamlarning ajrichalik ajr bo'ladi. Agar u imom bo'lsa yoki uning ozoni bilan namoz o'qiganlarning ajricha ajr bo'ladi deganlar ulamolar. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس. رواه أحمد بإسناد صحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 234. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Muazzinni azoni yetgan yerigacha gunoh kechiriladi va u uchun har bir quruq va ho'l narsa istig'for aytadi. Imom Ahmad rivoyatlari. Alboniy bu hadisni Sahih Targ'ib va Tarhibda 234-raqam bilan sahih sanaganlar. Bu hadisda kelayotgan bayonda muazzinni ham gunohi mag'firat qilinar ekan ovozi yetgan yergacha va u uchun har bir quruq va ho'l narsa istig'for aytar ekan. Avvalgi hadisda guvohlik berardi. Bunisida istig'for aytadi deb kelyapti. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1841. Bara ibn Azib radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh va farishtalari avvalgi safga salovat aytadilar. Muazzinni ovozi yetgan yerigacha gunohi mag'firat qilinadi va uni har bir eshitgan quruq va ho'l narsa tasdiqlaydi. U uchun u bilan birga namoz o'qigan odamlarning ajrining mislicha ajr bo'ladi. Imom Ahmad va Nasoiylar rivoyati. Uni Sheyx Alboniy Sahihul Jami'da 1841-raqam bilan sahih sanaganlar. Bu hadisda azon aytuvchining gunohi ovozi yetgan yergacha gunoh kechirilishi va uni eshitgan quruq ho'l narsa uni tasdiqlashi, ya'ni u aytayotgan so'zlar haqiqatda to'g'ri, bu shu so'zlarni aytdi deb tasdiqlashining bayoni kelyapti va uni orqasida o'qigan namoz o'qiganlarning ajr misolicha ajri ham berilar ekan. Va Nabi Hurayra radhiyallohu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Agar odamlar azondagi va birinchi safdagi ajrni bilganlarida so'ngra
unga yetish uchun qur'a tashlashdan boshqa imkon topisholmaganda albatta qur'a tashlagan bo'lardilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlar azonni va birinchi safning ajrini bilmasliklarini aytayaptilar. Bilishmaydi bular. Bilishganda azon talash bo'lgan bo'lardi. Birinchi saf talash bo'lgan bo'lardi. Hamma men azon aytaman, men birinchi safga turaman degan bo'lardi. O'rtada nizo chiqqandan keyin endi kim azon aytadi, endi kim birinchi safga turadi deb, ya'ni adadlar birinchi safdan ko'ra ko'proq va hamma azon aytmoqchi. Shu paytda imkon yo'q, faqat qur'a tashlash imkoni bor. Ya'ni xo'p, qur'a tashlaymiz, kimning nomi chiqsa shu azon aytadi. Qur'a tashlaymiz, kimlar nomi chiqsa birinchi safda turadi. Shundan boshqa imkon bo'lmaganda albatta ular qur'a tashlashib o'rtadagi nizoni ko'tarishgan bo'lardi. Lekin odamlar azondagi va birinchi safdagi ajrni bilishmaydi, anglab yetishmaydi. Balki hozirgi zamonda shunday bir noo'rin odob borki, azon aytilish kerak bo'lib qolsa, men aytay emas, qur'a tashlaylik emas, siz ayting bo'ladi. Siz ayting, siz aytib yuboring, ya'ni hamma bir-biriga ilinadi. Bu ilinadigan narsa emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda qur'a tashlashgacha borishadi deyaptilar. Birinchi saf. Gohida shunday narsaga guvoh bo'linadiki, birinchi safda bir kishi sig'adigan joy bor. Ikki kishi kelib qolsa, unisi bunisiga siz o'ting qiladi. Yo'q, bu yerda siz o'ting bo'lmaydi. Bu yerda iloji boricha tezroq borib o'sha joydan olib olishga harakat qilinadi. Bu yerda hayo ketmaydi. Gohida birinchi safda, xossatan juma kunlarida goh odamlar bir xotirjam, keng mo'l bo'lib chordana qurib o'tirib oladi. Ikki kishining joyini olib. Birinchi safda o'tirmoqchi bo'lib kelgan odam joy topolmaydi, hijolat bo'lib orqada turadi yoki qolib ketadi. Shunday holatlarda unga sekin kelib odob bilan birodar oyog'ingizni yig'ishtirib oling, namozda oladigan joyda oling safdan. Mana u yerdan ozgina bizga joy bo'shating deb turib, uyatmasdan birinchi safdan joy olish kerak. Gohida shunday holatlar bo'ladiki, masjid yarim to'lgan holatda birinchi safdan xotirjam joy topishga iloji bo'ladi. Chunki birinchi kelganlar katta xolasining uyida o'tirganda torvoyib o'tirishib oladi. Biz o'shinday qiladiganlarga gapimiz, safda o'tiribsizmi? Safda sizni joyingiz namozda, qiyomda va tashahhudda o'tiradigan joyiga haqlisiz xolos, undan ortig'iga haqli emassiz. Oyog'ingiz orisi cho'zib o'tiring, uzatib o'tiring. Lekin chordana qurib, boshqalarni birinchi safdan yoki safdan mahrum qilmang. Demak, birinchi saf va azonning ajri juda ham buyuk. Bu yerda uning buyukligi, qanchalikligi aytilmayapti. Shu darajada aytilyaptiki, ya'ni shuni topishga iloji bo'lmasa, o'rtada nizo chiqsa, qur'a tashlangan bo'lardi. Bu hadis juda ham sahih hadislardan. Imom Buxoriy va Muslim bu hadisni rivoyat qilishda ittifoq qilganlar. Va Nabi Hurayra radhiyallohu anhu qala qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Al-imamu damin wal muazzinu mu'taman. Allahumma arshidil a'immat waghfir lil muazzinin. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban. وفي رواية لابن خزيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء. اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة 3 مرات. أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلندا dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayttilar: İmam zomindir, muazzin mu'tamandir, amonatdordir. Ey Parvardigor, imomlarni to'g'ri yo'lga boshlagin, muazzinlarni gunohlarini kechgin. Abu Dawud, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibbollar rivoyati. Ibn Khuzaymaning rivoyatida kelganki, dedilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, muazzinlar amonatdorlar.
imomlar zomindirlar. Ey Parvardigor, muazzinlarning gunohlarini kech, imomlarni to'g'rilagin. 3 marta aytdilar buni. Shayx Alboniy bu hadisni Sahih Sunan Abi Davudda 486-raqam bilan sahih sanaganlar. Imom zomin degani imom muqtadiylardan ba'zi bir amallarni ko'taradi. Shuning uchun imom ko'taruvchidir degani. Masalan, muqtadi rukuga yetib kelgan bo'lsa, imom undan qiyomni ko'taradi deganlar. Yoki jahri o'qilgan paytlarda qiroatni ham ko'taradi deganlar va boshqa amallarni ham. Muazzin omonatdor. Bizning bobga taalluqli joyi muazzinning omonatdorligi. Muazzin omonatdor deyildi chunki uning azoni bilan namoz vaqti kirgani bilinadi, namoz o'qiladi, uning azoni bilan saharlik to'xtatiladi, uning azoni bilan og'izlar ochiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yerda imomlarni to'g'ri yo'lga boshla deyaptilar, chunki ular namozda ba'zi bir narsalarni ko'taradi. Ularning namozi muqtadiylarning namozi. Shuning uchun ularni to'g'ri yo'lga boshla, ya'ni namozlarni yaxshi, to'g'ri o'qishsin degan duo bo'lyapti ularning haqqiga. Endi muazzinlarning haqqiga gunohlarini kechgin deyapti. Ya'ni xato qilib, gohida ozgina erta, gohida kech aytib, xato qilib qo'yishadigan bo'lsa, o'zlari bilmagan holatda Alloh taolo, "Ey Parvardigor, sen bularning gunohlarini kechgin" deyapti. Bu yerda bu hadisdan olinadigan foyda muazzin omonatdor ekan. Omonatdor odam muazzin bo'ladi. ولابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. Ibn Hibbonning rivoyatida kelgan ekan, Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilgan hadisda aytganlarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday deyotganlarini eshitdim. Imom zomindir, muazzin omonatdordir. Alloh imomlarni to'g'ri yo'lga boshlasin va muazzinlarni afv qilsin. Muazzinlar haqidagi azonning va Alloh taoloni yuzini umid qilib azon aytadigan muazzinning savobi haqidagi hadislar hali ancha bor. Shuning uchun mana shu yerda darsimizni to'xtatamiz. Alloh subhanahu va taolo shu yuqorida aytib o'tilgan hadislarni hammalarini qalblarimizga jo qilib, unga amal qiladiganlardan qilsin. Hada sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.